Toshkent xalqaro investitsiya forumida ishtirok etgan qashqadaryolik delegatsiya vakillari dunyoning nufuzli kompaniyalari bilan faol muloqot olib borib, ularga 6 milliard dollar qiymatidagi 90 dan ortiq loyihalar taklif qilingan edi. Prezidentimiz topshirig'i ijrosi doirasida Qashqadaryo viloyatiga taklif qilingan Xitoy Xalq Respublikasining Anxoy provinsiyasi, Xive shahri, Yoxay tumani delegatsiyasi vakillari hamda viloyat tadbirkorlari ishtirokida Shahri Sabz turizm markazida biznes forum va B2B uchrashuvlar tashkil etildi. Forum doirasida Qashqadaryo viloyatining iqtisodiy salohiyati, yer osti va yer usti tabiiy qazilma boyliklari, qulay infratuzilmaning mavjudligi, xorijiy investorlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar taqdimotlar yordamida ochib berildi. Qashqadaryo viloyatida 100 dan ortiq eng yirik qurilish, IT, farmatsevtika, oziq-ovqat, tekstil yo'nalishlarida faoliyat yuritadigan tadbirkorlarni taklif etganmiz va ushbu tadbirkorlarimiz Xitoyning Anxay provinsiyasidan tashrif buyurgan tadbirkorlar bilan o'zlarini hamkorlik bo'yicha bir qator muzokaralarni olib borishyapti. Bundan asosiy maqsad import qilinadigan mahsulotlar o'rnini bosadigan mahsulotlarni viloyatimizda ishlab chiqarish. Qolaversa, eksport imkoniyatlarini ham kengaytirish bo'yicha bir qator ishlarni amalga oshirishni o'zimizga maqsad qilganmiz. Ta'kidlash joizki, viloyat hududida qurilish va qishloq xo'jaligi mahsulotlari bo'yicha ham ulkan xom ashyo bazasi hamda iste'mol bozori mavjud. Bu esa o'z navbatida hamkorlikda qo'shma loyihalarni amalga oshirish uchun ham ulkan imkoniyatlar borligini anglatadi. Forum davomida qishloq xo'jalik mahsulotlarini sanoat usulida qayta ishlash, oziq-ovqat, dehqonchilik va bog'dorchilik, chorvachilik sohasida, shuningdek 23 turdagi 140 ta foydali qazilmalar va boy zaxira investitsiya loyihalari taqdimotlarda tahlil qilib berildi. Bugungi biznes forum davomida mahalliy tadbirkorlar bilan samarali muzokaralar olib bordik. Mamlakatingizda barqaror investitsiya muhiti rivojlangan. Bu albatta biznes vakillariga katta qulayliklar yaratadi. Farmatsevtika, qurilish, ta'lim hamda oziq-ovqat singari yo'nalishlarda hamkorlik qilish uchun katta imkoniyatlar mavjudligini ko'rdik. Kelgusida qashqadaryolik tadbirkorlar bilan o'zaro manfaatli loyihalarni amalga oshirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda yangi ish o'rinlari yaratishga xizmat qiladigan investitsion tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash niyatidamiz. Tadbirkorlar va investorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar davomida qator istiqbolli loyihalar yuzasidan dastlabki kelishuvlarga erishildi va hamkorlik memorandumlari imzolandi. Tashrif davomida delegatsiya a'zolari yirik sanoat korxonalari hamda kichik sanoat zonalari faoliyati va imkoniyatlari bilan yaqindan tanishdi. 3 kunlik tashrif va hamkorlik doirasida 200 million dollarlik 15 dan ortiq istiqbolli loyihani amalga oshirishga kelishildi.